Dehqonlarimizni, tomorqachilarimizni, bog'bonlarimizni kayfiyati juda yuqori. Sababi mana Beljo Xudo berdi hosildorlikda mana shu kunga bizni Quva tumani 5,5 million dollarlik eksport amalga oshirdi. 2 million 200 ming dollarlik gilosni o'zidan eksport qildik. O'tgan yilgi mos kunga hisoblaganimizda 3 barobar yuqori. Koreya, Rossiya, Belorussiya, Armaniston, Ozarbayjon davlatlariga mana guvoh bo'lib turibsiz, eksport amalga oshiryapti. Quvalik bog'bonlarning o'z mahorat maktabi, uslubi, hatto siri ham bor. Behzod Qosimov yosh tadbirkorlardan, ammo izlanuvchan, tavakkalchi. U har biri 100 tonnalik 3 ta sovuqxona qurdi. Xorijiy hamkorlarga mevani, shu kunlarda gilosni xuddi hozirgina bog'dan uzilgandek sifatda yetkazib beradi. Shundan ular avvaldan pulini to'lab, quvalik tadbirkor mahsulotiga navbatda turishibdi. Buning sabablaridan birini oshkor qildi Behzodjon. Tashqarida 35 gradus issiqlik bor. Bu gilosda o'sha issiqlik keladi. Buni olib kelib biz xolodilnikka olib kirib 3 gradusga mo'tadil qo'yib olamiz. O'zimizning tilda aytsak, uxladi hozir giloslarimiz, dam olyapti. Furaga shunday ortamiz buni. Bir 5 soat 4 soatda fura ham 3 gradusni yig'adida shu holatda mana shu yerda uxlayaptimi, shu uxlab boradi. Ayni kunlarda qaysi mahallaga bormang 20-30 tonna yuk oladigan sovutgichli fura avtomashinalariga bahoriy gilos yuklanayotganini ko'rasiz. Aytishlaricha, Quvadan bir kunda 10-15 ta gilos yuklangan mashinalar xorijga yo'l olyapti. Behzodjon Qosimov ham navbatdagi mashinaga sovutilgan, uning ta'biri bilan aytganda uxlatilgan giloslarni yuklar edi. Quvada 6650 gektar